Chempionlik kamari uchun jangda ishtirok etayotgan Jiri Proxaska va Carlos Ulberg 12 soatdan kamroq vaqt ichida Mayamida bo'lib o'tadigan UFC 327 musobaqasining asosiy jangi oldidan so'nggi fikrlarini bildirishdi. Ertaga kechqurun hamma narsa o'zgaradi. Carlos qirol bo'lishi aniq, deb va'da berdi Yangi Zelandiyalik tadbirdan oldingi ko'rgazmali vazn o'lchash marosimida. I'm here with the former champion, Jiri Prochazka, ladies and gentlemen. Hello, Miami. Man. Intervyuda aytganimdek, men Mayamida o'z kuchimni sinab ko'raman. Ulberg ajoyib hujumchi, buni hamma biladi. I am going to bring the heat to Miami. So, Ulberg, man. Uning chap qanot himoyachisi va tepishlari bor, lekin biz bu tayyorgarlikka butun jamoa bilan astoydil ishladik. Va men u taklif qiladigan hamma narsaga tayyorman, ketdik, deb javob berdi chexiyalik yarim og'ir vazn toifasi jangchisi. Ushbu yarim og'ir vazn toifasidagi eng yaxshi jangda og'ir vazn toifasiga o'tgan braziliyalik Alex Pereira bo'shatib bergan UFC chempionlik kamari uchun jang qilishadi. Turnir O'zbekiston vaqti bilan 12 aprel tong 2:00 da boshlanadi. Asosiy kart 5:00 da. Main event Proxazka va Ulberg 7:30-8lar atrofida jang qilishadi. Va biz bu janglarni Telegram kanalimizda efirga uzatamiz. Telegram manzil video kommentariyasi va описаниесida bo'ladi. Danoy Chmayev va Strickland bo'lajak jangi haqida. Uning gaplari: Bolalar, hazil emas, biz UFC 328 oldidan New Jerseyda xavfsizlik choralarini kuchaytirmoqdamiz. Bu shunchaki aqldan ozgan dam olish kunlar bo'ladi, dedi Dana White. Ilya Topuria 2026-yil oxirigacha Islam Makhachev bilan jang o'tkazishni rejalashtirmoqda. O'ylaymanki, Makhachev bilan jang bir kun bo'lib o'tadi. Hech bo'lmaganda men bunga umid qilaman. Bu yil oxiriga yaqinroq bo'lishini istardim, dedi Ilya Topuria. Danoy Arman Sarukyan endi menga yoqishini boshladi demoqda. Uning gaplari: menga Arman qilayotgan ishlar yoqmoqda. U faol bo'lib qolmoqda, omma oldida ko'rinmoqda. Nina drama bilan bo'layotgan hangomalar ham ko'rinib turibdiki, zarar qilmayapti. Bilasizlar, hammasi qanday ishlaydi. Har shanba nimadir o'zgaradi va yil oxirigacha qaysi jang variantlari borligini ko'ra boshlaysan. Arman bilan nima bo'lishini ko'ramiz. Eng asosiysi u turnirlarda paydo bo'lganda o'zini maniakdek tutmasin. Arman Sarukyan endi menga yoqishni boshladi. Bir kuni kechasi men Las Vegasda mashinada ketayotgandim. Birdan kimdir menga baqira boshladi. Men oynani tushirdim. Yonimda esa Rolls-Royce turibdi. Ichida esa Jennerson Arman o'tirgan ekan. U juda qiziqarli yigit, dedi Dan White Edin Rossga bergan intervyusida. Sizningcha Jiri Proxazka va Carlos Ulberg o'rtasidagi jangda kim g'alaba qozonishi mumkin? Fikrlaringizni albatta kommentariyada kutaman. Sizlar bilan Tahlil MMA kanalida keyingi roliklarda ko'rishguncha barchangizga